Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animalarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Anifanus taqdim etadi. Mana qizcham Samoviy ofat. 穿梭橙色的街线，划过云霄上的后院，远望几乎看着黑夜。我交织双双守望，守候着烛火般的温暖。 夜空下的往日随风摇曳，记忆中将过去迎接那新的曙光。追逐蓝色的流星，划破了动静的夜空，永远会呼唤着新的英雄，在风中燃起生命火焰，穿透无垠的地平线，划过长夜地。 寻找那种光。Mana jonimga tegdinglar. Sizlarga ko'rsatadigan vaqt keldi. Qonli bisona san'at ko'rinishida mana eng yaxshi hujumi qonni yutib olish. Yo'q. Energiya. Hojam, siz tez quvvat yo'qotyapsiz. Men uzoq tura olmayman. Linerman energiyam olyapti. Agar qariya hammasini to'rt bo'lsa, energiya ham zarar etadi. Yine Xunchamga qayt. Men eplayman. Hojam, men muzega tegishingga yo'l qo'ymayman. O'zingni xanjarchiligingga ishonyapsanmi? Mana haqiqiy boshqaruv qanaqa bo'ladi? Mana qonim erib ketyapti. Va mana qonimni ajdarxonni yo'q qilyapti. Mana qo'limni chop tashladik. Qonni hammasini yutib olganimdan so'ng ular iblis qoniga aylanadi. Bu anchagina kuchliroq. men ruhiy quvvatimni yo'qotyapman. Kuchim qolmadi. Hozirda yo'qotayotgan quvvatimga men endigina erishgandim. Sen meni qo'limni uzib olding. Seni birinchi bo'lib o'ldiraman. Muze! Inson! Muze! O'lib ket! Yo'q! Xavotir olma. Seni ham kuchingni olganimdan so'ng albatta seni ham o'ldiraman. Iloncha! Iloncha! La'nati! Men uchun ma'lummadim. To'xtab tur. Buni ham qani yutib ol. Nima bu? Ajdarxona. Haqiqiy ajdarxona. To'xtata oldimi? Yo'q, qanaqasiga? Maxluq, jahannamga yo'qol.
qasos! Qasos! Mana katta o'quvchim hali bunga qasos soladi. Oxirgi nafasim ila men seni la'natlayman. O'zing ko'rmagan qo'rquvdan qo'rqib yasha. Ota-onam va hamqishloqlarim, iloncham va nihoyat sizlar uchun o'ch oldik. Buni ko'ryapsizlarmi? Katta. Ko'rib oldingizmi? Sizga ajoyib funksiyan kerak-ku. Demak, meni ko'ribsan-da. O'zi meni o'rganganda, funksiyanni topganda, o'shanda sezgandim. Kimda qarab turganini. Bu nimaga kerak sizga bilmayman. Shuni o'yladimki, sizni topishimiz biz uchun muammo olib keladi deb. Shunday ekan, nimaga unda meni topding? Balkim sen Muzani qutqara olarsan. Agar Muza o'lsa, yaxshimi yomonmi, menga umuman farqi yo'q. Seni bunaqa hissiyotli deb o'ylamagandim. Hozircha bu kultivatorda bir tomchi hayot usuli ham bor. Lekin bundan menga nima foyda? Xohlagan shartingizni bajarishga tayyorman. Faqat Muzani qutqaring. Men qarab turgandim. Ajoyib funksiyani olish uchun. Mana oling. Hozir uni ololmayman. Bunda nima ma'no? Unda qanday qilib beraysiz? Men bor dunyo, bu boshqa joy. Men senga 3 yil beraman. Ularni o'rniga yaxshirog'ini olib kel. Unaqada u dunyoning nomi nima? Uni nomi bu dunyodagi qoidalar tarafli yopilgan. Sen buni o'zing bilishing kerak. Agar ulgurmasam-chi? Men uni hozir qutqara olishim mumkin. Lekin o'ldirishim ham mumkin. Tushundim. Qancha uzoq bo'lsa ham, Meyinjon sizni albatta topadi. Mayli, men bu qizni qutqaraman. Faqat xalaqtimi? Mana yangi samolyotim yo'qoldi. Xizmatkor, nima qiling? Mayli janob, yangisini sotib olamiz. Yetgancha. Uni narxi qancha? 485 million. Nima? Arzon ekan. Ko'proqdan olamiz. Tushundim, xo'jayin. Uyga qanday qilib yetib olamiz? Xizmatkor, sen zo'risan menda. Olg'a, qani olg'a. Qachon hozir? Xuddi shamolga qarshi uchayotgandayman. To'rtinchi o'lcham. Hali yetib kelmadingmi? Shoshilma. Shoshilganim yo'q. Shunchaki bilmoqchiman. Mana Muzam qayerga o'tib ketyapti? Bu yer juda ham issiq-ku. Qo'rqayotgan bo'lsang, ketishim mumkin. Agar qo'rqsam, nimadir bo'lishini qil. Men seni yolg'iz qoldira olmayman.
Bog'ichingni olaver. Hammasi avvalgidek. Oldingidek. Bolaligimda biz onam bilan birga ko'p kelardik. Ular menga ko'p narsalarni o'rgatardi. Masalan, qanday qilib yaxshi turmush o'rtoq topishni. Senga yoqdimi? Agar yoqmagan bo'lsa, bo'lmasa hijolat bo'lma. Men buni million xil usulini bilaman. Qanaqasiga? Lol, qolmasligi mumkin. O'ylaymanki, men uchun aldayapsan. Balki men nimadir qilarman. Balki cho'chib ketarman. Muzaginam. Sho'xlik qilmaymizmi? Xohlaysanmi? Hozirmi? Men qarshi emasman. Bo'la qol. Sen buni nazarda tutganmiding? Sen nima deb o'ylaganding? Albatta. Sen aytsang, men tayyorman. Men 不会 seni 再让你 xafa 经历 qilmayman. 可怕的事了， Va'da 我保 ber. 证。 Shunchaki dam ol. Va xavotir olma. 你 Sen 已经 endi 不是一 yolg'iz 个人在 emassan. 面对所有了，不用再 Nimadir 勉强 qilishing 自 shart 己 emas. 做不想做的事了。无论 O'sha 是战 senmi 斗还是其 yoki 他 yana 任何 nimadir 事，你都已 yolg'iz 经不用再独 azoblanishing 自 shart 承担 emas. 了。 Lekin bir nima qilishni xohlayman. 啊， Yana 报仇 qasos 吗？还是 yoki Bo'lsam men qaytib olaman. ovoz berilgan fan proyekti uchun 2023-yil ovoz berdi Kristal va Irena. Bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha do'stlar. Men keldim, iloncham. Rahmat.